Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan ko'rinishlari o'zgacha bo'lgan mazali mayonezli salat tayyorlaymiz. Buning uchun hamma kerakli narsalarimizni oldindan tayyorlab olamiz. Oldindan 4 ta tuxumni ham qaynatib olamiz. Bu salatimizga bizaga 4 ta qaynatilgan tuxum, kolbasa, dudlangan go'sht, bodring, salatniy list va indeyka go'shti, jo'xori, mayonez kerak bo'ladi. Eng avvalo ishimizni masalliqlarimizni to'g'rab olishdan boshlaymiz. Hamma masalliqlarimizni ketma-ketlikda to'g'rab olamiz. Men birinchi kopchoniy kolbasadan boshladim. Kopchoniy kolbasalarimizni oysimon shaklida to'g'rab oldim. Sizlar o'zingizlarning xohishingizga ko'ra boshqacha shaklda yoki bo'lmasam somoncha shaklida to'g'rasangiz ham bo'ladi. To'g'rab olgan kolbasalarimizni boshqa kattaroq idishga solamiz. Ketidan men go'shtimizni to'g'rab oldim. Go'shtimizni xohishga ko'ra qaynatilgan go'sht solsanglar ham bo'ladi yoki bo'lmasa menga o'xshab tayyor go'shtdan foydalansanglar ham bo'ladi. Go'shtimizni ham kopchoniy kolbasamizni qanaqa shaklda to'g'ragan bo'lsak, xuddi shu shaklda to'g'rab olamiz. Go'sht albatta xohishga ko'ra, agar bo'lmasa solmasanglar ham bo'ladi. Solsanglar yanada mazali va o'zgacha ta'mda chiqadi. To'g'rab olgan go'shtlarimizni ham idishimizga solib, tuxumlarimizni ham xuddi shu shaklda to'g'rab olishni boshlaymiz. Masalliqlarni oila a'zolaringiz soniga qarab ko'proq yoki kamroq qilsangiz ham bo'ladi. Bu salatimiz to'yimli va barakali salat. Tuxumlarimizni ham to'g'rab bo'lganimizdan keyin idishimizga solamiz va qolgan masalliqlarimizni ham xuddi shu ko'rinishda to'g'raymiz. Men salatimizga dudlangan kurka go'shti, ya'ni indeyka soldim. Sizlar xohishga ko'ra qaynatilgan tovuq go'shti solsangiz ham bo'ladi. Indeykalarimizni ham xuddi shu shaklda, xuddi shu ko'rinishda to'g'rab olamiz. To'g'rab olganimizdan keyin uni ham idishlarimizga solamiz va bodringlarimizni ham to'g'rab olamiz. Bodring men 4 ta bodring ishlatdim. Sizlar masalliqlarga qarab ko'proq yoki kamroq ishlatsanglar bo'ladi. Bodringni ham xuddi shu shaklda oysimon shaklida to'g'rab olamiz. Bodring salatimizni yanada mazali qiladi. Bodringlarimizni ham to'g'rab bo'lganimizdan keyin idishimizga solamiz va salat barglarimizni ham to'g'rab olamiz. Salat bargini xohishga ko'ra to'g'rasangiz ham bo'ladi yoki bo'lmasa qo'lingizda maydalatsangiz ham bo'ladi. To'g'rab olgan salat barglarimizni ham idishimizga solamiz. Ustidan jo'xorilarimizni ham solamiz. Jo'xori salatimizga o'zgacha ta'm beradi. Salatimiz juda ham mazali chiqishi uchun jo'xori solishimiz kerak. Salatimizga 2 osh qoshiq mayonez solib, salatimizni tuzlarini solamiz va salatimizni yaxshilab aralashtiramiz.
Mana salatimiz ham tayyor bo'ldi. Siz ham albatta shu salatdan oila a'zolaringizga tayyorlab berishingizni tavsiya qilaman. Video sizlarga yoqqan bo'lsa, like bosib, izohlarda o'z fikringizni qoldiring. Yoqimli ishtaha!